Ha, albatta, men Turon xalqaro universitet talabasiman. Mana bugun kursdoshlarim bilan Malayziyaga uchamiz va bu bizga katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Judayam hayajonlanyapman, chunki bu men uchun yangi hayot bosqichi. U yerda o'qib, o'z ustimda ishlayman. Bu borada Turon men uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berdi. Yo'q, aslida hammasi istak va harakatlarga bog'liq. Lekin til o'rganish, hujjatlar tayyorlash bu qo'rqinchli emas. Turon xalqaro universitetida o'qib, grant haqida bilib oldim va menga ustozlarim yordam berishdi. Mana hozir esa Malayziyaga grant asosida o'qishga jo'nab ketyapman. Turon faqat bilim emas, imkoniyatlar ham beradi. Grant bu imkoniyat. Siz ham urinib ko'ring. Yaratib berilgan imkoniyatlar uchun, shart-sharoitlar uchun, chet ellarga ochib berilgan eshiklar uchun universitet ma'muriyatiga barcha ota-onalar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Xalqimizga, jamiyatimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lishadi deb qolamiz. Talabalarimiz Turon xalqaro universitetining 100% granti asosida Malayziya davlatining Johor shahrida joylashgan nufuzli UTHM universitetida bir semestrlik o'quv dasturida ishtirok etish uchun ketishmoqda. Oldida o'tishni juda ham xohlab, niyat qilib turdim. 2 kungacha ish qilib bo'lsin degandim, mana qo'yib. Shu nasib qildi.